Assalomu alaykum oy. Va alaykum assalom. Nega kelding? Lola bilan yana gapimiz kelishdi. Men uyimda yashayapsan deb, Jimgina yashayvermaysanmi? ichki yo'q desam indamasdan qarab turaverma oy. La'nati. Shunaqa dedimi? Bolam. Birorta ijaraga uy topsang, birga chiqib ketardik. Keling xabar topsa, hozir qiyomat qoyim bo'ladi. To'g'risi, uni janjallardan bezillab qopman o'g'lim. Qo'limda ortiqcha pulim yo'q voy. Avvalgi lavozimdan ham tushganman. Maoshim ham katta emas. O'zimni tiklab olgunimcha shu yerda turib tursam ekan. Ikki dunyoda ham keling rozi bo'lmaydi. Bu uyga men ham sig'mayapman bolam. Ijara olib bo'lsa ham chiqib ketaylik o'g'lim. Nima qilib qo'ydik oy. O'zimni hayotimni o'zim o'yin qildim. Mana oqibati nima bo'ldi? Vaqtimni ham baxtimni ham yutkizdim oy. O'zi hammasiga men aybdorman o'g'lim. Kelinimni bu hovliga sig'dirmadim. Endi o'zim ham sig'mayapman.